Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan yana Yo'rsas YouTube kanali va bugun bizda yangi videorolik. Izohlarda ko'pchilik bir xil savolni yo'nalishibdi. 2025-2026 o'quv yili uchun super kontrakt bekor qilinadi degan. Yo do'stlar, hali bu qaror rasmiy tasdiqlangani yo'q va hatto vazirlikning o'zi ham rasmiy bayonot berdi. 2025-2026 yil uchun super kontrakt hali ham bo'ladi va bekor qilinmaydi. Va shu kabi xabarlarni tarqatgan kishilar yolg'on xabarlarni tarqatgan ekan va bunday xabarlarni tarqatishingizni to'xtatishni ular so'rashmoqda. Shuning uchun har doim rasmiy manbalardan xabarlarni tekshirishingizni tavsiya qilamiz. Yana qo'shimcha ma'lumot. Hozirgi kunda super kontraktni qanday hisoblaydi deyishgan ekan ko'pchilik. Bu yerda sizlarga qanday qilib sizning qancha miqdorda pul to'lashingiz ko'rsatib o'tilgan. Mana 1 balldan 1.5 ballgacha yetmagan abituriyentlar bazaviy to'lov miqdorining 1,5 barobarini to'laydi. Va xuddi shu tartibda ketavergan. Shu orqali o'zingiz ham hisoblab olsangiz bo'ladi.